ulug'lardan so'rashgan ekan. Mal farah, shodlik, quvonch nima desa, obod, tinch yurtda, farzandlar davrasida oilangiz bilan to'kin dasturxon atrofida o'tirish, bu haqiqiy quvonch ekan. Chetlarga chiqib sayri sayohat qilib yurish demayaptilar ulug'lar. Yurtingiz tinch, uyingiz tinch, bola chaqangiz tinch, tanijoningiz sog', bola chaqangiz sog'. Huzur halovat bilan bir dasturxon atrofida o'tirsangiz bola chaqangiz bilan, bundan katta huzur yo'q azizlar. Ota, ona ko'zini oldida farzandi osh yesa, o'zi qotgan nonni suvga botirib yesa osh yeganday bo'ladi. O'shani huzurini tanada tuyadigan ota-ona bo'ladi. Ro'zg'or shunaqa bir orom maskani bo'ladi. Lekin afsuski, hali hamon 10 yil yashadi, 20 yildan beri yashab turibdi. Lekin uyida sakinat yo'q, huzur halovat yo'q.